Assalomu alaykum. Qaynoq o'zida ashaddiy obunachilar. Assalomu alaykum yana bir. Andijonlik akalar, like podpiska aylamaymiz. Bo'lsa Andijonda bog'chaga kelganmiz legendamiz bilan. Xo'p, o'sha kvadratlari katta bir 400-450 chiqadi. Birinchi etajdan isish kerak xolos. Birinchi etajdan olsa salkam 300-280. Akalarimiz yo'natib berdik. Xudo xolasa sekin bog'cha mataplinalari. Ama birinchi marta ko'rishim 50 turbada qilingan. Bo'lsa zakonni. Ha? Sekin orqalariga o'tib ketyapmiz. Bismillah deb. Ko'm katta yo'limizni bitta ko'rasizlar. Xudo xohlasa sizlar uchun abdushiy video. Ya bismillah. Xudo xohlasa katta yo'limiz o'ta darajada chiroyli yonyapti. To'g'irlab, sistemalarni qilib, roslab, hamma yo'qlarni xudo xohlasa qilib berib sekin ketiryapti. Hozir 36 gradusda zakonni ham yo'q. Sistemalarni taqator ko'rib qilib qo'limizdan kelgancha yaxshi lekin ancha 300 talik emas. Xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib akalarimizga topshirib podvalli ekan joylar. Xolasa hamma yo'llar zakonni ko'rsatib, gratslarga olib chiqib, ulab sekin olib chiqyapti gratsga. Endi o'ylayveringlar, o'zidan kattasini yoqyapti. Radiator uchun endi rasxod ko'p bo'ladi. Kelamiz bersin. Xolasa o'zimiz layda bosamiz deyishyapti. O'zimning eshikdan shunday kirganda issig'i zakonni bilinyapti. Soat 8:30 bo'lsa ham endi iloji yo'q. Bolalar qani? So'rab qo'ydi va keldi. Aka nima deydi katta yo'l? Shuni. Katta yo'lga gap yo'q. Xudo xolasa. Bunaqa men bir informan foydalanganim yo'q. Zakonni ishlashlar. Akam egalari, aka katta yo'l ma'qulmi? Ma'qul, yaxshi, zo'r. Xudo xolasa ko'ngildagida chiqdimi aka hamma yo'llari? Yaxshi. Bo'ldi. Aka, like bosib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar. Ustamiz lekin yagona, shuni eslangdan chiqarmang.